Oldingi jumada o'zi aytib beramiz dedik, vaqt bo'lmaganligi uchun bu jumaga surildi. Qaysi qabriston, qaysi manzilda bo'lganini aytmaymiz. Biz huzurimizga oldingi jumada bir kishi keldida bir narsani ming hijolat bilan ko'rinishlardan ham o'zi masalalar yaxshi emas ekan, bir qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Birodarlar, biz aytayotgan narsa shu zamonda, shu kunlarda bo'lib turgan holat. Qabristonda go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Qorika bir ayolni qabri ochildi. Farzandi vafot etdi. Shu farzandini shu qabrga qo'ymoqchi bo'lishdi. Menga kelib shu qabrni ochib bering. Onamlarni, mana shu onalarni qabriga qo'yaman deb aytdilar. Xo'p dedimda, qabrni ko'lab ochib qarasamki, tandirni qabrning ichi xuddi tandirga olov yoqilganda qanday kul bo'lib ketadi qorayib. Xuddi shunday bo'lib turibdi. Qabrga tushib, ko'lab bo'lib, shuni taftini issiqligini bilib turdim badanimda dedilar. Hozir shu kunda bo'lib turgan holat. Tandirni yoqsangiz, ichi kuyib, qorayib, tushib kul, qabri ichi kul deydi. Shundan tutsam oyog'im kulga tushdi deyapsiz. Qabrni ochdim, tushdim, kul, qabri ichi qop-qora bo'lib ketgan, kuyib ketgan deydi. Shunday deydi, nimani kuygan hidlari kelib turibdi deydi, qabrga deydi. 40 yil oldin qo'yilgan ekan, 40 yil oldin shu ayol. Tushdim, tafta shunday qizib turibdi deydi. Odamlarga ayting, Allohdan qo'rqsinlar. Bildik, bu ayol davlat ishida katta rahbar bir lavozimda ishlab, odamlarning musibatida qolgan ayol ekan. Ya'ni odamlarga ko'p zulm qilgan ayol ekan. Bildik. Birodarlar, odamlarga zulm qilayotganlar, odamlarga o'zini zulmi bilan hukmini o'tkazishga harakat qilayotganlar, Allohdan qo'rqinglar endi.